Azim Qo'qon farzandi Ashurali Zohiriyning 140 yillik yubileyini Farg'ona davlat universitetida nishonlayapmiz. Ashurali Zohiriy kim? Ashurali Zohiriy jadichilik harakatining yirik namoyandasi. Qo'qonda ushbu harakatning taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ma'rifatparvar shaxs hisoblanadi. Bugungi kun Farg'ona yoshlari ayniqsa Ashurali Zohiriy kim bo'lganligini, mamlakat taraqqiyotiga qanday ulkan hissa qo'shganligini, yurt mustaqilligi yo'lida jon fido qilgan shaxs ekanligini albatta bilishligi zarur nazarimda. Bugungi Farg'ona davlat universitetida bo'lib o'tayotgan tadbir aynan Ashurali Zohiriyning 140 yillik yubileyiga bag'ishlanadi. Talabalarga juda ham katta mas'uliyatlar bir qatorda. Ashurali Zohiriyning ijodi, merosi bugungi yoshlarimizga, bugungi talabalarimizga ulkan ma'naviy ozuqa beradi.